Yoshlar ishlari agentligi va Xalq banki hamkorligidagi mutolaa loyihasi doirasida tayyorlandi. Biz ko'rayotgan dunyo shunday. Ulardan 2 milliardi dunyoni shunday ko'radi. 50 milliondan ortig'i esa bunday. Og'riqlar, Bolaligimdan beri shuncha qiynab kelgan onamni irodasizligim orqasidan yuraklariga ortiqcha azob berishga vijdonim yo'l qo'ymaydi. Tilanchidek ko'rish onlari ham bo'ladi. sinov, Esimni taniganimdan beri faqatgina ikkita narsa, yokida qayg'u, yokida shodlik. Shunda qiynalaman ba'zida, borgim kelmasa ham borishim kerak. Tashqi qiyofangizni ko'rishi bilanoq sizni o'sha ishga qo'ymaydi. ilm nuri tomon. O'sha 2-3 yoshimdan qo'shiq aytganman. Va mingdan ko'proq hikoyalarni montaj qilganman. Men uydan qochib ketib, qishloqdan shaharga biralcha kitoblar fleshkaga, audioga yozdirib olib kelardim. Ular qahramonlardir. Sizning orzuyingiz nima? Mani orzuyim Garvardda o'qish. Mani orzuyim o'zimni filmimni olish. Iqtisodiy siyosatchi bo'lish. Mani orzuyim BMW sotib olish. Butun dunyoni kezib chiqish. Meni orzuyim Porsche 911 mashinasini xarid qilish. Mani orzuyim raqs studiyasini ochish. Mani orzuyim Amerikaga borish. Eng katta orzuyim Men Islomov Sherbek, hozirgi kunda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida o'qish bilan birgalikda O'zbekiston Milliy axborot agentligida ish faoliyatimni olib borib kelmoqdaman. Men Yodgorjon Zokirjanov, 26 yoshdaman. Mutolaa loyihasida audio dizaynerlik faoliyati bilan shug'ullanaman, ya'niki audio montajchiman. Men asli Namangandanman va bu yerga, ya'ni Toshkentda o'qidim. Shuningdek, hozirda ilmiy faoliyat bilan shug'ullanmoqchiman. Yetuk adabiyotshunos bo'lish niyatim bor. Men Sayva Nurziyda, Namangan viloyati Kosonsoy tumanidanman. Yoshim 17 da, hozirda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Davlat Milliy universitetida 1-kurs talabasiman. Yana chaproq. Vallahi dert oldun bana, kurban olurum ben sana. Ruhum hasta, kal yanımda, seviyorum seni anla. Yardım et ya Rabbi, oldum ben deli gibi. Seviyorsan tut elimi, Leyla oldum sana, Leyla oldum sana. O'sha 2-3 yoshimdan qo'shiq aytganman, she'rlar aytardim. O'sha videolari ham chiqqan YouTube'ga. Alisher Fayz qo'llarida turib qo'shiq aytganim, Otabek Muhammad Zohid bilan birga duet aytganlarim YouTube'da bor. Muhabbat ne desang ko'ngil ardon, ishqning ko'chasida qizilgan olim, she'r yozay desam yoqtirar barmog'im, seni yaxshi ko'rar edim muhabbat, nihoyat uchrashuvlar yodimda, daftarmasam quvonganim yodimda, ammo mangu qolmading ku yonimda, olislarda qolib ketdi muhabbat. O'sha kichkinaligimdan ko'proq onam sababchilar, u kishi doim intilib bu chiqish kerak deb, o'sha kishi ko'proq sababchilar hammasiga. O'z birinchi maktabga chiqishim ham meni noodatiy bo'lgan. Kechroq chiqqanman maktabga. Unga tabiiy
opam sababchi bo'lganlar birinchi navbatda. 2 yil kech borganman, keyinchalik bir sinf tepaga sakraganman. O'shanda sinfdagi 2-3 ta bolani mendan kuchliligini ko'rib, demak, men hali bulardan orqada yurish menga bo'lmaydi deb o'zimga qabul qila olmay, ko'proq o'zimning ustimda ishlaganman qo'shimcha. Xabaringiz bor, biz maxsus internatlarda ta'lim olamiz. Ana shu jarayonlarda boshlangan. Men xayol qilardim, yolg'iz o'g'ilman, bir singlim, onam, otamiz rahmatli bo'lganlar. Shu uchun 5 yoki 6 sinf edim. Uyga keldim. Tog'alarimning o'g'li, men tengi o'g'illari bor, ular o'sha dala ishlarida, sigir boqish, qo'y boqish, boshqa ishlarda yoki yer chopish ishlarida, o'tin yorish ishlarida tog'alarimga bemalol ko'mak beryapti. Men esa bu narsaga qilaman desam ham, xohishim bo'lsa-da, qo'limdan kelmasligi tayin. Va mana shundan asta-sekin o'ylay boshlaganmanki, demak, men onamga yer chopishda emas, sigir boqib, qo'y boqishda emas, faqat ilm olibgina yoniga kirishim mumkin, yordamchi bo'la olishim mumkin. Shunday holat bo'lganki, Chorsuvda do'stimni kutib turganimda qo'limga pul tutkazib ketishgan. Jamiyatimizdagi eng katta fojialardan biri ko'zi ojizlarni ongsiz tarzda o'zlaridan ajratib qo'yishlaridir. Jamiyat qo'yadigan to'siq bor. Ko'z ojizlarni o'zlariga qo'yadigan to'siq bor. Jamiyat qo'yadigan to'siq bu birinchi navbatda albatta ko'z ojizlarga juda ham bir achinish nigoh bilan, past nazar bilan qarashlik, ya'niki ularni qo'lidan qandaydir ish kelishligiga hech qachon ishon qilmaslik. Biron ishni uddalay oladimi yoki yo'qmi degan savolni ongimizda, ya'ni umum jamiyat ongida shakllanib qolganida. Aynan ko'zi ojiz kishi bo'lib ayta qolay, ko'zi ojiz kishi yetaklovchi hamrohi bilan shifoxonaga borganda shifokorning beradigan savoli ko'zi ojizga emas, birinchi navbatda yetaklovchisiga bo'ladi. Ya'niki bu kishining qayerlar og'riyapti ekan degan savol bo'ladi. Bu birinchidan o'sha bemorni, ya'ni bemor ko'zi ojizni ham qalbini bir o'zgacha o'rtab o'tadigan holat, chunki u eshitadi, u faqat ko'rmaydi xolos, u sezadi, his etadi va gapira oladi. Og'ir bo'lsa ham aytaman, o'sha ko'chada sadaqa so'rovchi tilanchidek ko'rish onlar ham bo'ladi. Bu bizni eng katta fojialarimizdan. Tushuncha shunaqada, sog'larda o'zi kiyimini ham даже kiya olmaydi. Shunaqa tushuncha bor, lekin bizni ko'rgandan keyin o'zimiz eplab yurganimizni ko'rib, o'zgaradi ularning fikrlari. Men olmani hididan, shaklidan bilaman. Eng og'riqlisi shundaki, ko'zlarim ochilganida ana shu olmani xonadan topa olmasligimdir. Qiyinchilik paytlarida men doim bitta narsa esimga tushadi. Onam aytadilar, menga va'da ber, hech qachon qiyinchilik paytida sinmayman deb. Chunki sen qiynalishni boshlasang, senga mahzunlik cho'ksa, men bu narsani 10 chandon ziyodroq his qilaman. Bolaligimdan beri shuncha qiynab kelgan onamni irodasizligim orqasidan yana yuraklariga ortiqcha azob berishga vijdonim yo'l qo'ymaydi. Iroda birinchi navbatda yordamga keladi. Duch kelinayotgan qiyinchiliklar aslida haqiqatan ham qiyinchilikmi degan savolni inson o'z oldiga savol qilib qo'ya olish. Chunki o'sha men duch kelayotgan qiyinchiliklar haqiqatan ham rostdan ham qiyinchilikmi? Chunki bundan battar, bundan-da kuchli qiyinchiliklarga duch kelib, irodasi bukilmagan va o'sha qiyinchiliklardan qandaydir hikmat topa olgan insonlar o'tgan tarixda. Men ham xuddi o'shalar kabi qiyinchilikka duch kelganimda o'zimni yolg'iz qolgan holatda isloh qilishni va o'zi aslida o'sha qiyinchilik ham men uchun bir yaxshilik, hikmatli sinov ekanini anglashga, undan yaxshilik topishga intilaman. Hozir shu 1 oydan beri onam bilan emasmiz, birga emasmiz.
ilm dargohlarida men o'zgacha bir dunyoni kashf qildim. Garchand har bir kitobni o'qish imkoniga ega bo'lmasam-da, bu menga to'siq bo'la olmaydi. Ilm olishda bahona yo'q. Menda ham, sizda ham, unda ham. Shunaqa paytlar bo'lardi. Choylik kanikul berilgan paytlarda ta'tilda men uydan qochib ketib, undan bundan aytaylik bir qarindoshlarimdan bir pul variant qilib, qishloqdan shaharga kutubxonachilarga ketmay turing deb iltimos qilib, mashinada taksida borib turib, biralcha kitoblar bo'lsa, biralcha kitoblar, biralchasi bo'lmaganligini fleshkaga, audioga yozdirib olib kelardim. O'sha ertalab soat 8 dan to kechqurun 8 gacha esimda Avlodlar davoni Pirimqul Qodirov asarini tinimsiz eshitib deyarli tugatishimga sal qolgan katta bir kitob. Har doim aytadigan gaplari dadamni o'qish kerak deydilar. Ular bilan men dunyoni ko'ra olaman, dunyoda bo'la olaman va insonlarni anglay olaman. Bilasizmi, ko'zi ojiz insonlar uchun boshqalar bilan muloqot qilish uchun kitoblar juda zarur. Chunki inson psixologiyasi ko'zi ojizlarga juda kerak. Kimga hazil qilish kerak, kimga hazil qilmaslik kerak, kimga qattiqroq gapirish mumkin, kimga tilni tiyish kerak masalalarda kitoblar juda katta saboq beradi. Ularga intilishim shu qadarki, qaysiki qo'limga asar tushsa, xoh brail, xoh audio ko'rinishda, xoh elektron tarzda bo'lsin, o'shani o'qishga intilaman, chunki undan nimadir izlayman. Men kitobni o'zim uchun, ma'naviy dunyoyim uchun, o'zligimni anglash uchun, ruhiyatimni, haqiqiy qalbimdagi ruhiyat o'zi qanday, ana shuni anglash uchun va ma'nan mudrab qolmasligi uchun o'qiyman. Kitob o'qigan ko'z ojiz bilan kitob o'qimagan ko'z ojizi qanday farqi bor desangiz, kitob o'qigan ko'z ojiz hech qachon o'zini baxtini, o'zini kelajakdagi bir bo'lish xohlagan o'rnini boshqalar bilan bog'lamaydi. Ya'ni kimdir nimadir qilsa shunday bo'laman, kimdir mana shu narsani qilsa shunga erishaman demaydi. Kitob o'qimagan ko'z ojiz esa endi ularga nisbatan hurmatsizlik bo'lmasin, bu anaqa achchiq bo'lsa ham haqiqat. Ular albatta hayotida erishadigan yoki erishmaydigan narsalarni o'zlaridan tashqari bo'lgan odamlar bilan bog'lashga majbur bo'lishadi. Kitobni faqat o'zingiz uchun o'qing. Eng katta sovrin bu ma'naviy dunyo. Qandaydir sovringa erishish uchun emas, yodlash uchun emas, pul topish uchun emas, undan hayotni topish uchun, haqiqiy hayotni qurish uchun, ma'naviy olamni, insonlarni o'zi asli qandayligini, o'zligini unutmasligi uchun o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ko'z ojizlarning ko'pchiligi qariyb 70% pedagog, ya'ni o'qituvchi. Ular turli xil maktablarda, ommaviy maktablarda ham ishlaydi va men ham o'zim mana shu mutolaa loyihasiga kelishdan avval juda ko'plab maktablarda sarg'ayganman, juda ko'plab direktorlarning qarshisida sarg'ayish bo'lgan, chunki telefonda bemalol siz gaplasha olasiz. Sizga ochiq, chiroyli, go'zal muomala qilishadi. Tashqi qiyofangizni ko'rishi bilanoq, sizdagi nuqsonni ko'rishi bilanoq sizni o'sha ishga qo'ymaydi. Mana shu tarzdagi holatlar bor, lekin mutolaa loyihasida unaqa narsa emas. Hamma uchun imkoniyat yaratishga, hamma uchun ish ham, o'sha ilm olish uchun kitob ham yaratishga harakat qilinadi. Mutolaa loyihasida yuqorida aytganimdek, qariyb 1,5 yildan beri faoliyat olib borayotgan bo'lsam, 500-600 dan ziyod katta asarlarni va 1000 dan ko'proq hikoyalarni montaj qilganman. Mana shu notebookimda kitoblarni montaj qilaman. NVIDIA ovozli dasturi bor, ya'ni kompyuterning ovozi yordamida montaj jarayoni bo'lib o'tadi. Bu jarayonda men SoundForge Pro, Audition, Reaper kabi programmalardan foydalanaman. Ularning har biri o'ziga xos xususiyatni, o'ziga xos vazifani yuklaydi. 20 mingdan ziyod ko'z ojiz kitobxon ushbu ilovadan bevosita foydalanib kelishyapti. Ular uchun bu ilovadan foydalanish mushkullik tug'dirmayapti. Tahrirlash maydoni, ya'ni qidiruv maydonchasi bor. Biz bunga
bemalol o'zimiz uchun kerak bo'lgan asarni yozib kiritsak bo'ladi. Misol uchun biz xo'rlanganlar va haqoratlanganlar asarini o'qimoqchimiz. Mana chiqdi. Bemalol sezsak bo'ladi. O'sha o'ng tomonida ekranimiz pastki qismini o'ng tomonida audio kitob, undan chaproqda esa elektron kitob chiqadi. Biz audio kitobni ochib eshitishimiz mumkin bemalol. Bu yerda play tugmachasi orqali biz bemalol eshitsak bo'ladi. Va yaqinda meni xursand qilgan narsaki, yana bitta mana zamonaviy tomonga qarab yurilishi, sun'iy intellekt va ana endi o'sha kitoblarni o'qib bo'lib mutolaa jarayonidan keyingi o'sha tahlillar, fikrlar bilan qanaqadir o'ziga xos qiziqarli jarayonda hamma inson ham bitta kitob o'qigandan keyin ikkita uchta jamoa bilan uni tahlil qila olmaydi, qilmaydi. Kimdadir tortinish bor, kimdadir fikrni yuzaga chiqarmaslik bor va hokazo hokazo. Lekin o'sha sun'iy intellekt mutolaaga qo'yilgani bu kreativ yondashuv bo'libdi. Men bu narsaga shunchaki respekt dedim. Biz har tong uyg'onamiz. O'sha tanish manzara. Xonamizdagi hidlar, derazadan kirayotgan yorug'lik, eshitilgan tovushlar, yaqinlarimizning har doimgidek ovozlari. Kunlar bir-biriga o'xshaydi. Biz esa bularni hayotimizning odatiy qismi deb qabul qilamiz. Shu ovoz egalari ko'rinmasa, faqat tanish hidlar qolsa, yaqinlaringiz endi yo'q bo'lib qolsa, bir lahzaga tasavvur qiling. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, ishlaringga rivoj. Amin. Allohu akbar. Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi.